Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar, Rossiyada yurgan bolalar va qizlar. Yangi 5000 talik kupyura chiqdi ko'ribsan. 5000 talik. Menga yo'l kirosi 1200 deb 5000 berdi. 3800 dachi berdi. Men o'ylanib qoldim. Bunaqa bizda yo'q edi, Rossiyada boshqacha edi 5000 talik. Solishtirib ko'ringlar. Men aytdim, bu originalmi yoki levmisi? Yonimda bir taksi bola bordi, aytdi, hozir yangi kupyura chiqqan dedi. Bu original dedi. Oldingi eski pulda mana yerda mayda 5000 bo'lsa 5000 1000 rubl bo'lsa 1000 rubl mayda demaydi teshikcha inani 300 dan ham mayda joy. Uni teshikcha bo'lam deb qarasang naryoq ko'rinardi. O'shandan bilsam bo'lardi. Hozir men 300 so'm turibman, zato что bu levi kupyura bo'lsa kerak. Bu original emas bu. Lekin hamma original deganim uchun men ham original deb hisoblab qo'ydim. Ko'ramiz, agar yaxshilikka bo'lsa bu original chiqadi. Agar yomonlikka bo'lsa bu levi chiqadi. Nima bo'lgan holatda ham bolalar tekshirib, bilib, ko'rib keyin o'ylar. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.